Qanday qarakelinglar mamichkalar, bu videoni aniq ko'rmasanglar bo'lmaydi. Bu ko'la to'kilgan soch bo'lib turgan gilamimizni bitta vakuum piliso'sida mushi masatkasida yuvib oldik. Qaranglar, top-toza qup-quruq, hatto nam bo'lib qolgani yo'q. Endi suvini almashtirib, havoni tozalaymiz. Biz ko'rmagan, bilmagan changlar qaranglar qancha. Uyimizni changlardan tozalab, kislorodga to'yintirib, endi освежителlardan foydalanamiz. Bu nasatkasida matraslarni yuvasanglar bo'ladi. Ayniqsa shu paketik juda ham udobni, o'zini ichidan chiqadi. Yig'ib olib qo'yganinglardan keyin narsalaringiz g'ijim bo'lib qolmaydi. Nabarot ishib pushist bo'lib qolarkan. Bu nasatkada matraslarni pilisos qilib oldim. Qaranglar qancha chang chiqdi qizlar. Bu pilisosga ortiqcha gapga hojat yo'q. Top-toza deb o'ylagan uyimizdan qaranglar qancha chang. Bu do suv edi. Bunisi posli. Agar sizlarni ham bu chudo pilisos qiziqtirgan bo'lsa, birinchi bo'lib 20 ta qoldirgan nomerga juda ham katta skidka qilib berishadi va albatta o'zini sovg'asi ham bo'ladi. Sizlarga nomerlar qoldiraman.